Assalomu alaykum. 2025-yil 18-dekabrda biz Navoiy viloyatidamiz. Mana doim men aytaman, mutaxassis odamga kestiring limonni deyman. Mana qarang. Mana novdalarni qaranglar, noto'g'riligini. Mana hamma novdalar kesib kal qilib tashlangan. Endi bunga kim aybdor? Hech qachon masalan dehqon aybdordan o'tdi demaydi. Mana xato kesilgan novdalar. Shuning uchun e'tibor berishlarini so'raymiz. Bunaqa xatolar takrorlanmasligi kerak. O'sha mana 4 tagacha kesilgan biz joyda. 4 ta novda kesilgan. O'sha paysaha bo'ladi, boshqa nima bo'ladi endi ko'katda o'sha erkak novdalarni ma'lum miqdorda qo'yilishi kerak edi. Mana bu daraxt ham shugina yotib bo'lgan. Endi bu daraxtga kelamiz. Peshadasidagi daraxtda umuman novdani o'zi yo'q. Hamma yog'i ko'z. Buni kesayotgan odam ham endi azob yeydi. Mana buni ko'ring, mana bu daraxtda mana o'rtasidagi o'sha erkak novdalari mana shoxlari kesib tashalgan. Go'yoki o'shani olsa limon rivojlanib ketadi degan fikr yuradi ko'pchilikda. Shuning uchun iltimos, limonni kesayotganda albatta mutaxassisga kestiring. Imkoniyat bo'lmasa chaqirib maslahatini oling. Chunki limonni dehqon qanchalik mehr berib parvarishlasa, kesadigan odam ham shunchalik bunga zarar. Mana shu limonlar men o'zim bilaman. 5 yil bo'ladi. Vaqtida kelib kesib ko'rganmiz, keyinchalik dehqonlarni o'ziga kestirib, nima deydi buni? Xalq tilida aytganda arzon tushadi mana. Qarang, hamma yo'q. Xullas, ishchi sal arzonroq tushadi. To'g'risi, lekin mana shu ahvolga kelib qoladi tekisda. Shuning uchun mana biz qaytib ko'rib, qayta shakl berishga harakat qilib turibmiz. Yana bir bor aytamiz, iltimos, o'zlaringizni mehnatlaringizni qadrini bilinglar. Mana 1, 2, 3, 4, buni qaranglar. 20-30 ta bo'lib ketdi mana. Buni qarang mana. Mana shu o'rtalardan o'sib, misol uchun mana shu novdalarni qarang. Bemalol mana bu ham shu. Bemalol yuqori o'sib chiqishi mumkin edi 5 yoshlarda. Endi ahvol shu. Shuning uchun imkoni bo'lsa maslahat so'ranglar. Maslahatlarimiz bilasizlar bepul mana. Bu ham shu. Xullas limonzor asosan 1 metr, 1,5-2 metrlik limon yo'q hisobi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Telefonlarimiz 93 476 40 20. Kesish xizmatlari bormi, maslahat bormi bemalol.